Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun hafta kuniga payshanba. Ya'ni 2-iyul sanasiga Namangan viloyatiga 5 ta katyollarimizda xudo xolasa yuklab tayyor holatga keltirdik. Ikkita 150 kvadratli, ikkita 200 kvadratli, ya'ni bitta 300 kvadratli katyolimizdan yetkazib beryapmiz. Xo'p. 150-200 kvadratli katyollarimizga unaqa kichikroq motorlarimiz, ya'ni 220 300 kvadratli katyolimizga qo'sh двойной reduktorli katta motorimizdan xudo xolasa tayyorlab berdik. Bularni miyalari keladigan bo'lsa, hammasiga oddiy miyadan qilib beryapmiz. Yoniga bonusda har doim bonus bo'ladigan stabil firmasiga tegishli 1 kilovatli stabilizatorimizni xudo xolasa bonus qilib beryapmiz. Kimga shunaqa aqlli katyollarimiz kerak bo'lsa, hozirda tayyor 150 kvadratdan 1000 kvadratgacha katyollarimiz bor. Xudo xolasa chiroyli holatda yetkazib beramiz. Hammaga rahmat.